Rizboy Haydarovichni birinchi o'sha ko'rgan paytimni bir eslayman, aynan shu jarayonda. 1979-yildan bizni universitetimizda, hozirgi universitetimizda, Milliy tadqiqot universitetimizda men o'sha davrda injener-pedagog mutaxassisligi bo'yicha mexanizatsiya fakultetida o'qiganman. Aynan Rizboy Haydarovich o'sha yili bitiruv malakaviy ishimizga rahbar bo'lib kelganlar. Keyin endi shu vazirlikdan shu Rizboy Haydarovich degan komissiya a'zosi kelyapti deganda biz juda haqiqatdan hayajonda bo'lganmiz. Negaki u paytda endi bilasiz vazirlikdan, undan tashqari nafaqat vazirlikdan, balkim o'sha bevosita biz hamkor tashkilotlarimiz tomonidan ham nima qilardi, rahbar kelardi. Aynan o'sha Rizboy Haydarovich kelgan rahbarlikdagi o'sha bitiruv malakaviy ishida bir chiroyli bir komissiya qatorida o'tirgan, komissiya qatorida Rizboy Haydarovich endi qanaqadir bizga o'ziga xos bir jihati bilan bizga yoqqan. Nimaga? Chunki ularni haqiqatdan o'sha erkak kishiga xos bo'lgan solidность, ya'ni o'zlarini kiyinishlari, yurishi, o'zini tutishi, ya'ni o'quvchilarga qanaqadir talabalarga boshqacha bir nazarda qarashlari, ana aytadiku, strogiy qarash bo'ladi, yo oddiy bir qarash bo'ladi. Endi shunaqa komissiyalarda shunaqa narsa borki, komissiya bo'lib kelgandan keyin ularda bir qanaqadir o'ziga xos bo'lgan xususiyat bo'ladi. Lekin Rizboy Haydarovichda u narsani biz ko'rmaganmiz. Rizboy Haydarovich kulib, qani kim bo'lmoqchisan? Qani nimani endi ish qilding? Qani shundan gapir degan savollarni berardilar-da. U haqiqatdan savollar bilasizmi? Bu ilmiy nuqtai nazardan emas, bularniki ichlaridan o'zini samimiy nuqtai nazardan chiqardi-da. Ana o'shanda biz bu insonni men birinchi ko'rganimda hazilona, qanaqadir o'zlari samimiyligi, o'ziga xos bo'lgan sizga yaqinlik, endi komissiya a'zolarini sizga yaqinligi uncha bo'lmaydi. Shunaqa bir jihatlarini menga yoqqan o'sha paytda. Orada mana yillar o'tdi, ancha mana bevosita, chunki bu narsani gapirishimning sababi bizda o'sha injener-pedagog mutaxassis tayyorlaydigan jarayon birinchi bo'lib respublikada tashkil qilingan. Aynan o'sha tashkil qilish jarayonida Rizboy Haydarovichning mehnatlari juda katta bo'lgan. Chunki kasbiy ta'limni rivojlanishida, kasbiy ta'limni shu holgacha kelishida ularni hissalari juda katta bo'lgan. Chunki ularda o'sha paytda bevosita o'sha vazirlik qoshida o'sha boshqarma boshlig'i bo'lganlar, keyin shu sohani rivojlantirishga hissa qo'shgan insonlardan biri sifatida biz keyinchalik o'zimizning mutaxassislik nuqtai nazaridan ularni ko'proq taniy boshladik. Chunki ularda mana kollejlarni boshqarish masalasida ishimiz tushardi. Undan tashqari mana shu o'zimizni mutaxassis tayyorlash bo'yicha me'yoriy hujjatlarda ularga ko'proq ishimiz tushgan. Ularni maslahati kerak bo'lgan ana o'sha jarayonlarda biz Rizboy Haydarovich bilan haqiqatdan muloqotda bo'lganmiz. Orada men himoya qildim. U paytda Rizboy Haydarovich sovet a'zosi edilar. Sovet a'zosida endi tasavvur qiling, bu 2000-yillarda o'sha birinchi o'sha kasb ta'limi yo'nalishi bo'yicha himoya qilish jarayonlarida Rizboy Haydarovichlar o'sha sovet a'zosi, undan tashqari 10 ta 15 ta o'sha sovet a'zolari bo'lardi. Aynan ularni qoshida biz himoya qildik. Undan keyin men bevosita o'sha prorektorlik, ya'ni akademik litsey kasb-hunar kollejlari bo'yicha prorektor bo'ldim. Bu prorektorligimni bevosita o'sha kasb ta'limi sohasidagi o'sha texnikum, kollej, akademik litsey unga boshqaruvi. Vaholanki yana bizni Rizboy Haydarovich bilan yana taqdir taqozosi bilan biz soha yo'nalishi bo'yicha yana uchrashadigan bo'ldik. Chunki men prorektorman, ular shu sohani mutaxassisi va u mutaxassisdan maslahatlarim, viloyatlar kesimida o'sha borib o'rganib kelish natijasida ular bilan muloqotga chiqardik va bevosita mana shu Rizboy Haydarovich jarayonida ularning maslahatlari bo'lgan. Keyinchalik mana orada biz o'zimiz mana prorektorlikdan bevosita mana ilmiy rahbarlikka o'tdik. Ya'ni o'zimiz shogird chiqarish, ya'ni ularga biz juda havas qilganmiz. Chunki tasavvur qiling, bizni nomzodlik dissertatsiyasini himoya qilish jarayonida biz ham mana shular kabi ertangi kunda olima bo'larmikin biz, yoki shular qatori biz ham mana shu sovet a'zosi bo'lib, yoki shular qatori biz ham shogirdlarni qabul qilar ekanmiz degan orzu bizda bo'lgan, juda katta bo'lgan. Ana o'sha paytgi orzu, o'shalarga havasimiz bizni shu yetakladiki, biz ham shogird chiqarish kunlariga yetib keldik. Ana aylanib kelib yana shu sovet tashkil bo'ldi.
tashkil bo'ldi. Aynan bularni kasb ta'limi yo'nalishi bo'yicha bizda Rizqbay Haydarovich bilan endi bitta jamoada o'tirish nasib qildi, qarang. Bitta o'sha stol atrofida, bitta o'sha jamoada, aynan bitta o'sha himoyada o'tirish nasib qildi. Ya'ni biz bo'lajak o'sha olim sifatida biz o'sha havas qilgan ustozlarimiz kabi biz ham o'sha stol atrofida o'tirish nasib qildi. Shunaqa qilib biz sekin-asta Rizqbay Haydarovichni oldin ilmiy nuqtai nazardan ko'proq tanigan bo'lsak, biz endi ularni xarakter nuqtai nazardan, ularni yaqin insoniy nuqtai nazardan, ularga o'ziga xos bir shogird nuqtai nazardan biz ularga yaqinroq munosabatda bo'ldik. Nimaga? Chunki ular bevosita mana shu bir jamoada o'tirish jarayonida suhbatimiz bir-birimizga bevosita to'g'ri keladigan bo'ldi. Keyin mana sovet a'zolari bilan hazilona bir suhbatlarimiz ham bo'ladigan bo'ldi. Men o'ylaymanki, bu nafaqat ustozlik, balkim bir otalik mehri desa ham bo'ladi, bir yaqin inson mehri desa ham bo'ladi buni. Biz buni bu davradagi suhbat bu ilmiy nuqtai nazardan emasdi, faqat yaqin insonlar suhbati desak ham bo'ladi. Chunki mana yildan yilga Rizqbay Haydarovichni o'rganishimiz, Rizqbay Haydarovich bilan bo'lgan o'sha qaysiki bir kengashda bo'lmaylik, qaysiki bir katta bir anjumanlarda bo'lmaylik, qaysiki bir tadbirlarda bo'lmaylik, bizni eng yaqin insonimizni uzoqdan ko'rsak, biz haqiqiy qadrdon insonni uchratgandek bo'lib, shunaqa bir bizda shunaqa mehr shakllandi. Shuning uchun ham men bugun Rizqbay Haydarovichni yubileylari atrofida men juda xursand bo'ldim, chunki bu insonni yoshlariga yosh qo'shishini, bizga o'xshagan shogirdlarni bizni shogirdlarimizga ham ular ustozlik qilishlarini, mana shunday samimiy insonlarni jamiyatda ko'p bo'lishini va ilm sohasida insoniy nuqtai nazardan o'ziga yaqin inson sifatida shunday odamlarni jamiyatda ko'p uchrashishini xohlardim va ularga uzoq umr tilayman. Mana shu yurishlari, mana shu davralarda kirib kelishlari, mana shu ko'rinishlari doim o'zlarini tark etmasin. Chunki u inson juda, hozir ko'rasiz, mana oddiygina bitta misol, hozir kirib keldilar, sovet a'zosida biz o'tiribmiz, ularni kirib kelishlari bizga kuch berdi. Bizga qanaqadir, bilasizmi, shu muhitga qanaqadir yaxshi bir samimiyat kirib keldi-da. Men o'ylaymanki, mana bu samimiyatlik hech qachon ularni tark etmasin. Sog' bo'lsinlar va salomat bo'lsinlar.